Qayeringizda, kimda tuz bo'lishdan qat'iy nazar osteoxondroz bo'ladi, bo'yinda tuz yig'ilsa, bilaklardami, poзвоночник yoki umurtqadami, tizzadami, buyrak, qayerda bo'lishi, tuxumingizda bo'lsa ham, mana bo'lachadi. Qayerda, jigarda tosh, qum, tuz nimaiki bo'lmasin, yosh, qari kimda bo'lsa ham semichkani ildizini qaynatib ichinglar. 2 oy. Buyraklarga hammasiga tez tushadi. Osteoxondrozga 2 oy ichasiz. Любой tuzni eritib tushiradi. Tushundingizmi? 100 grammini olingda 3 litr suvga 5 minut qaynating. Keyin suzib oling. Tomirda ikkinchi martasiga ishlatasiz. Ikkinchi martasiga, bu ham 3 litrga 8 minut qaynatasiz. Keyin uchinchi martasiga shuna 1-15 minut qaynatishingiz mumkin. O'shan suvni iching. Katta odamlar 1 litr ichsin. Yosh bolaga endi ozroq bo'lganicha ichadi. Undan keyin yosh bolaga ichirasiz. Keyin arpani somoni bor-ku, arpani somonini olasizda qaynatasiz. Qaynatib, endi toza bir yuvib tayyorlab qaynatib, uni ham suvini ozroq ichirib, keyin cho'miladigan vannaga, sidyachaya vanna qiling. Issiqni suvga o'tkazib qo'ying. Любой tuzni, qumni, toshni eritib yuboradi. O'tdagi tosh bo'lsa ham simichkaningizni. Buyrak tosh, turing, boring.